Corona Flowers o'zimni o'quvchimni biznesiga keldim. Chunki 2 yil mobaynida menda o'qib, sotuvlarini 100% ga oshirib yuborgan, 100 barobarga oshirib yuborgan. Hozirgi kunda Qirg'iziston bilan Qozog'istonda filiallarini ochib, Turkmanistondagi filiallarni Optim kunlari necha fura gul sotiladi? Optim kuni bitta fura to'g'risi yetmaydi. Bitta fura yetmaydi. Xitoydan shartnomalar bor. Avtomatik klientlar qayerdan sizlar borligingizni bilishadi. Target yoqqanmiz. Target Optim target yoqqanmiz. Optim deb yozib target. Qanaqa muomala qilasiz qaydaningiz ruxsat berishlik uchun? Ishlarni chiqib ketishga harakat qiladi. Hamma Bu ishni ham bilasizmi? Da. Hamma ish qilaman. Qo'limdan kelgancha men birinchi o'rinda sizni darsligingizni qilib kelib amalda qo'llab ko'raman. Oilaviy biznesda qurishda nimasi oson? Lekin biz shunaqa bo'lsin, net sotuvlarni 100 barobar oshirib bersa, filiallar ochishga yordam bersa, targetlar qara 220 tadan 780 taga Optimchi klientimiz ko'paydi. 220 ta Optimchi klientdan 780 taga. Nima uchun Corona Flowers boshqalari emas? Siz eng birinchi mijozlardan deyishdi. Necha yillik mijozsiz? Biz mijoz bo'lganimizga 20 yildan oshdi. 20 yillik mijoz. Qaysi gulni olasiz o'zi, Gulnoz opa? Ko'proq hozir mana женский счастье. Ayol baxt. Men baxtim ochilishi uchun qaysini uyga olishim kerak? Ikkala ayol baxti. Bir tez erga tegish yoki o'g'il bola yaxshi kelin topish sirini o'rgatamiz. Corona Flowersga kelasiz. Corona Flowersga kelganda mana bu gulni ikkalasini olasiz, uyingizga borib birga qo'yasizmi? Albatta. To'ylarimiz